Assalomu alaykum azizlar. Mana ikkinchi video davom etamiz. Sizlar bilan avvalgi videoda 100 ta bosqichni ko'rgan edik. Endi mana diplomatiyamizda Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan joyimiz biroz muammoliroq. Iqtisodimiz ham o'zimizga yetarlicha hozircha. Demak, bu bosqichdan boshlab xo'sh, urushlarni boshlaymiz. Turkmanistonga urush ochdik. Xo'sh, mana davom etyapti. Bizga hujum qildi. Mana va nihoyat o'z hududimizni kengaytiryapmiz. Xo'sh, demak, dastlabki hududlarni egallaymiz. Xo'sh, mana demak, dastlabki hududni egallashimiz mumkin. Ko'ryapsiz, askarlarni ko'paytira olmadik, sabab iqtisodimiz, ya'ni moliyaviy jihatdan anchagina ahvolimiz og'irligi jang vaqtida ko'rindi. Endigi navbat iqtisodimizni 100 ming qilishimiz kerak. Avval aytib o'tganimdek, har bir videomiz 100 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Mana bu o'zimizga Turkmaniston aholisini o'zimizga bo'ysundirish uchun qulay bo'lgan usullar, ya'ni isyon chiqishini oldini olish uchun bo'lgan holatlar hisoblanadi. Xo'sh, ko'rib turibmizki, bizning iqtisodimiz anchagina 53 ming bo'ldi. Atiga 53 ming. Demak, iqtisodni rivojlantirmasak ahvolimiz og'ir. Bu achchiq haqiqat. Biz chegaramiz endi Eron bilan chegaradosh bo'ldi va Afg'oniston bilan chegaramiz anchagina uzun bo'ldi. Demak, iqtisodni rivojlantirishimiz kerak.
Mana iqtisodni rivojlantirish uchun investitsiya kirityapmiz. Ellik to'rt ming, 55 ming, 56 ming bo'ldi. Iqtisodimiz 61 ming iqtisodga ega bo'ldik. Texnologik bosqichlarni o'z o'rnida amalga oshirib borishimiz kerak. Bizning rivojlanishimizga zarar bermasdan foyda berishi tabiiy. Oltmish besh ming. Demak, biz Turkmanistonning qolgan hududlarini ham egallab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerda aynan Buyuk Angliya, ya'ni Birlashgan Qirolliklarga o'xshagan holda o'z diplomatiyamizni yuritishimiz mumkin. Ya'ni nima? Diplomatik ustunlik. Mana ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, Turkmaniston hozirda mana bu yashil hududlar, ya'ni diplomatik jihatdan yaqin bo'lgan joylar Afg'oniston hamda Tojikiston. Bizda ham aloqalarimiz unchalik yaxshi emas, xuddi Eron kabi. Demak, biz bular bilan aloqalarni kuchaytirishimiz uchun diplomatik o'yin ishlab chiqishimiz mumkin. Ya'ni Turkmaniston bilan ikkalasini urushtirib qo'yamiz va ularning harbiylari yetib kelguncha o'zimiz yengamiz. Ya'ni bu diplomatik o'yin. Qaysidir ma'noda shunday. Mana bu yoqda katta urush, Xitoy hamda Rossiyaning urushi boshlandi. Bu urushga biz qo'shilmaymiz. Hozircha biz o'zimiznikilarni, ya'ni Markaziy Osiyoni egallash bilan shug'ullanamiz. Demak, dastlab o'zimiz uchun pul yig'ib olishimiz kerak. Ya'ni nima uchun? Harbiylarni chaqirib olishimiz uchun. Turkmaniston hozirgi hududi anchagina kichik bo'lganligi uchun iqtisodimizni 100 minggacha olib borib vaqtdan yutqazishni o'ylamadim. Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'zi